Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, barchalaringga. Bugun sizlar bilan biz onlayn platformalarda ishlashni o'rgatib ketamiz. Buning uchun bizga istalgan brauzerga kiramizda, biz Tinkercad onlayn platformasidan foydalangan holatda Arduino'ning imkoniyatlaridan foydalanamiz. Ya'ni oddiy bir dona svetodiodni yoqib o'chirish simulyatsiyasini bajarib ko'ramiz. Buning uchun istalgan brauzerga kiramiz va quyish bo'limiga Tinkercad Arduino deb yozamiz va logotipni avvalilab Tinkercad deb chiqadi. Shu yerga bosamiz. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishni oldingi kanalimizga joylab qo'yganmiz. Kirishni ham to'g'ridan to'g'ri kirib boradi. Biz oldindan bu yerga loyihalar joylashganimiz sababli to'g'ridan to'g'ri kirib bordi. Va ekranimizda o'ng burchasida quyish bo'limini oldida rasmimiz turibdi va shu yerda yangi loyiha bo'limiga bosamizda va zanjirlar, ya'ni elektron sxemalar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bizga kerak bo'lgan robototexnika darslarimizda kerak bo'lgan barcha qurilmalarimiz bu yerda ham mavjud. Ya'ni bizga bugungi reja bo'yicha svetodiodni 1 sekund yoqib, 1 sekundda o'chirish mavzusi. Buning uchun bizga Arduino Uno platasi kerak bo'ladi, ustozlar, va maketning plata, ya'ni bizning eng asosiy ishchi qurolimiz hisoblanadi va svetodiodlarimiz. Svetodiodlarimizni joylashtiramiz. Istalgancha svetodiodlarimizni joylashtirishimiz mumkin ustozlar. Bu yerga dona svetodiod chiroyliroq chiqishi uchun bir donagina svetodiod olib qo'ydim. Xohlasangiz bir donadan, yoki xohlasangiz 10 donadan, xohlasangiz mana shu maketning platamizga sig'adigan darajada svetodiodlarni bir vaqtning o'zida yoqib o'chirishingiz mumkin. Darslarni ham davom ettiramiz. Buning uchun bizga yana qarshilik, ya'ni rezistor kerak bo'ladi ustozlar. Va bundan virus kiramiz. Endi ya'ni minus tük beramiz bu yerdan. Kelinglar mana shu ikkinchi virus musbat bog'chamizga qizil rangda belgilab qo'yaylik. Mana shu shaklda ulanadi va bu yerda kod yozish bo'limida blokli text va text ko'rinishida mavjud. Blokliklarda ham kelasi darslarimizda o'rgatib ketamiz. Blokli text ham o'rgatib ketamiz. Sizlar bilan bugungi darsimizda eng oson va qulay bo'lgan shu text ko'rinishida foydalanamiz. Buning uchun kirganimizda mana bizga bir dona svetodiodni 1 sekund o'chirish va yoqish uchun tayyor dastur bu yerda berib qo'yilgan. Faqatgina biz ledni qayerda joylashganligini, qaysi pinda joylashganligini yozib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni chiroqchiga biz berishimiz kerak. Shu shaklda, ya'ni tayyor ko'rinishga keldi. 1 sekund o'ch, 1 sekund yon deb buyruq berdik. Bu yerda va tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda o'ng tarafda nachal turibdi. Svetodiodimiz ko'rib turibsizlar, ustozlar. 1 sekund yapti va 1 sekund o'chyapti. Ya'ni bu platformadan foydalanishni ustozlar sizlarga ham tavsiya qilaman. Chunki Arduino platamizga agarda amaliyotda
biror bir noto'g'ri buyruq berib qo'ysak, dunyo platamizga zarar yetkazishi mumkin. Bunda esa xohlagan amaliyotni bajargan holatda ana shu dasturni tekshirib ham amaliy ko'rsatib o'quvchilarimizda dasturdan foydalanishni tavsiya qilaman. Ko'rsatishimiz mumkin demoqchiman ustozlar. Bu yerda mana fotorezistorlarimiz, prognamligining o'lchagichlarimiz, ya'ni datchiklarimiz, zoomerlarimiz, ultrasonik datchiklarimiz bu yerda turibdi va mana bu yerda bo'lsak komponent, ya'ni BCga oladigan bo'lsak, bu yerda yana ham qurilmalarimiz ko'payadi. Knopkaga, ya'ni har xil turlarga ko'payadi. Ya'ni bizim mikrokontrollerimizga ko'payadi. LED ekranlarimiz, 9 voltlik, 1,5 voltlik, 3 voltlik batareyalarimiz, quyosh panellarimiz, maketnik platalarning ham 3 xil ko'rinishi. Xohlagan ko'rinishimizda shu ishlarni bajarishimiz mumkin. Mana shunday holatda biz 1 sekund yoqib, 1 sekund o'chirishimiz mumkin ustozlar. Agarda kodni o'zgartirmoqchi bo'lsalaring, misol tariqasida 5 sekund yon va 1 sekund o'ch buyruqni beradigan bo'lsalaring, o'quvchilarga tushunishtirish mobaynida 5 sekund qo'ydik. Manacha tugmasini bosganimizda 5 sekund svetodiodlarimiz yonib turadi va 1 sekund svetodiodimiz o'chadi. Ustozlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, darslarimizda faol ishtirok etinglar. Bizni kuzatib borishda charchamangizlar ustozlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ustozlar.